Keng va yorug' ekspozitsiya zallari, noyob qo'lyozmalar va tarixiy ashyolar, zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan interaktiv ko'rgazmalar. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyuruvchilar ushbu taassurotlar orqali tarix va zamonaviylik chorrahasida sayohat qiladi. Bu majmua nafaqat tarixni namoyish etadi, balki kelajak avlod uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bois ham bu yerga tashrif buyuruvchilar ko'lami ko'payib bormoqda. Ushbu markaz eng yirik islom sivilizatsiyasi muzeyi sifatida Ginnesning rekordlar kitobidan joy olganidan so'ng markazga tashrif buyuruvchi chet ellik va ichki sayyohlar soni ham rekord darajada oshdi. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti talabalari ham ushbu manzilda bo'lib, shonli tariximiz bilan yaqindan tanishishmoqda. Tashrif davomida biz Islom sivilizatsiya markazi faoliyati, unda saqlanayotgan noyob qo'lyozmalar, tarixiy manbalar hamda xalqimizning boy madaniy merosi bilan yaqindan tanishib chiqdik. Bu ma'lumotlarni kitoblarda, tarix kitoblarida ko'rganmiz, lekin bu o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz, odamda boshqacha taassurot qoldirar ekan. Bu yerdagi muhit va sharoitlarni ko'rib biz juda lol qoldik. Xuddi tarix jonlangandek his qildik. Biz bugun talabalarni shunchaki ekskursiya qilgan olib kelmadik. Avvalambor har bir talaba yosh o'zini tarixini bilishi kerak. O'zini ajdodlari qoldirgan buyuk merosdan bahramand bo'lishi kerak. Islom sivilizatsiya markazi dunyo hamjamiyatining asosiy e'tiborida bo'lib turgan bu bir markaz bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz talabalarni olib kelishimizdan maqsad buyuk ajdodlarimiz qoldirgan merosdan bahramand bo'lish va birinchi Renessans, ikkinchi Renessansni ko'rib talabalar ilhom oldirish uchun olib kelganmiz.